Assalomu alaykum, sabdoshlarim. Men yana bir tunigun bir qancha kun ichida men yashayotgan yerda bo'lgan Uyg'urlar hayotidagi ba'zi narsalar qarta azroq men shu Kanadada yashayotgan birisi bo'lish sifatim bilan bir ikki og'iz kuch xabarlarini asos qilgan holda o'z hissiyotimni qatib turib bir so'z qilay deb o'ylab qoldim. Bularninki bir qanchasi allaqachon butun dunyodagi muhojirat yashayotgan Uyg'urlarga taqsidagi oshga o'xshash oshkorlangan insonlar. Bo'pmi Kanadaga mehmon bo'lib kelgan bir erkak, bir kishi, ikki kishi mayli YouTube dünyasida bo'lsin, Facebook dunyolarida bo'lsin yoki WhatsApp dunyolarida bo'lsin, o'zininki qanchalik bilim saviyaga ega ekanligi, muhojiratdagi Uyg'ur davosini qaysi tarafga tortib ketayotganligi bu shu sotsial medialarni ko'rdiganlarga nihoyat uchuq bir narsa. Xo'sh, unda bo'lsa shu so'zlarga qarshi Kanadadagi Uyg'ur jamoatininki tutgan maydoni qanday bo'ldi? Bu to'g'risida men o'zim Kanadada yashagan birisi bo'lish sifatim bilan shu to'pimizdagi ba'zi qarindoshlarga qisqa tushuncha berib o'tay deyman. Bu yerdagi Kanadadagi Uyg'urlarning mayli qaysi taraflardan bo'lsin yillardan buyon Uyg'ur davosida va yoki boshqa Kanadaning sirtidagi davlatdagi Uyg'ur qarindoshlarimizga yordam qo'lini suzish jihatdan bo'lsin dunyodagi eng oldidagi davlatlar qatorida sanayolayman. Bu to'g'riliq mening o'zim egallagan ham o'zim shohid bo'lgan sonliq ma'lumotlar kallamda aniq. Bunga yana cho'nqurlab kirmayman. Hamda hozir Kanada parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining ovozi qo'yilishi ham boshqa Amerikada kuchli demokratiyasi bor va Amerikada kuchli iqtisodiy kuchi bor davlatlarning 10 Uyg'urni akilish to'g'risida bir qaror e'lingani yo'q, lekin Kanadada 10 ming Uyg'urni akilish shu ishlar yuzidan nurg'un oldingi safdagi sabdoshlarimiz, do'stlarimiz va qarindoshlarimiz shu 10 ming Uyg'urni Kanadaning o'lkalariga qanday taqsimlash, qaysi urug'lar bilan ko'rishish, ularninki Kanada hukumat talab qilgan dokumentlarni qanday tayyorlash, shunday bir ishlar bilan aldirash vaqtida shu qarindoshlarimizga qarshi bir turkum insonlarning Uyg'ur masjidimiz va Uyg'ur madaniyat markazimizga kelib, shu markazda o'zimizning ballarga yaxshi nutqlarni so'zlagan Erkin Sadiq olimimiz, Erkin Sadiq akamiz va NBA'ninki yana Amerikaning danglik basketbol mahiri Enes Carter qatorliq Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni tantarbiya dunyosida Mas'ud O'zaldan qolsalar bir qator tunishtirib, o'zininki necha millionlik maaş elish narsadan quruq qolsimi Uyg'urlarga erkinlik degan xatlar bosilgan oyoqlarni kiyib Xitoyning Uyg'ur musulmonlariga irqiy qirg'inchilik aprovatido degan bir insonni Kanada Uyg'urlari bilan kurashtirib qilish fursatini yaratgan Quzzat Altay qarindishimiz va hozir Yevropada yashayotgan Abduvali Muallim qatorliq bu 3 Uyg'ur xalqining beshidagi azob uqubatni minut sekund unutmayotgan bu 3 munavvar shaxsga dal shu Kanadadagi butun dunyodagi xalqlarning ajr singan masjidimizda bu so'zlarning bo'lishi men nihoyat hayron qoldim. Balkim bu yig'inga qatnashgan, yig'inni o'rlashtirganlarga bir yuziga qor suvash yuzidan maqsad ishlangan film bo'lsa deb o'ylab qoldim. Men hozirgi shunday o'ylayman.